Assalomu alaykum, hurmatli jonli ijro munavvar kun dasturi muxlis va muxlisalari. Mana sizlar bilan quyoshli kunlarning birida aynan Intamaq oyna jahoni orqali yana namoyon bo'lmoqdamiz. Va bugun biz yosh, qolaversa juda ham yutuqlarga sazovor bo'lib kelayotgan san'atkorimiz, Qirg'iziston Respublikamizda deyarli barcha mintaqalarda taniqli bo'lgan insonlarning birlarini taklif qilganmiz. Ya'ni Jalolobodning xushovoz xonandasi Bulbul deb bemalol ayta olamiz. Soyibnazar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Aziz tomoshabin, mazkur mehmonimizda biz bugun mana shundoq qarshi oldik. Tomosha qiling. G'am bo'lsa, berguch hamha. Kim yaxshi, kim yomon, berguch hamha. Birda zarra g'am bo'lsa, berguch hamha. Kim yaxshi, kim yomon, ko'rguchi hamha. Aydor ham qildilar meni nohaq. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Muhabbati serob yora. Yashayapman dardlarimni gulga o'rab. Chidayapman sinovlarga jannatlar. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Kim havasda, kim hasadda, do'stga zolimlar, jannatimizda. Mana aziz tomoshabin, mehmonimizni mana shunday kamol ehtirom bilan qarshi oldik. Va bugun mehmonimiz yolg'iz kelmagan. Juda ham maftunkor, betakror, o'z ishlarini mutaxassisi, deyarli ko'pchilik san'atkorlarni yutug'iga o'zlarini bekami ko'z hissalarini qo'shib kelayotgan inson, ajoyib bir inson desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muhabbatxon opamiz ham tashrif buyurgan. Yana bir karra Soyib aka hamda Soyibnazar, qolaversa Muhabbat opa, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Marhamat, tomoshabinlar bilan ko'rishamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan, bizga yaqin, juda ham sevimli bo'lgan aziz muxlislar, mana bugun yana sizlarni didorliklar bilan ko'rishlikka mana bugun nasib qildi. Rahmat, boringlarga shukr. Avvalambor Intamaq studiyasiga doimo omadlar tilaymiz. Rahmat. Muhabbat opa, negadir kayfiyatingiz yo'q? Nimaga yaxshi kayfiyatlar. A'lo darajada. Bugun ishonchimiz komil, bizni tomosha qilayotgan muxlislarni xursand qilasizlar. Biringlar ijod, biringlar o'z ijroilari bilan. Demak, birinchi jonli ijrodagi ashulani qarshi olamiz, Soyibnazar. Bo'ldi. Bugun yangi qo'shiqlar tayyorlab kelganmiz. Xalq qo'shiqlaridan shularni Xudo xolasa jonli ijroda ijro etib beramiz. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni, ko'rganiga shukr qil. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni, ko'rganiga shukr qil. Shivillagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga. Oqar suvlar uyingga, kirganiga shukr qil. Shivillagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga. Suvlar uyingga, kirganiga shukr qil.
Boşun egib daraxtlar, 100 ming nozu ne'matlar, dasturxonni to'ldirib turganiga shukr qil. Boşun egib daraxtlar, 100 ming nozu ne'matlar, dasturxonni to'ldirib turganiga shukr qil. Bahor bilan qo'shilib darvozangga bosh urib, ayvoningga qaldirg'och kirganiga shukr qil. Bahor bilan qo'shilib darvozangga bosh urib, ayvoningga qaldirg'och kirganiga shukr qil. Jajjigina hovlida yuritib biror bolangni, ohista qadam tashlab yurganiga shukr qil. Jajjigina hovlida yuritib biror bolangni, ohista qadam tashlab yurganiga shukr qil. Aqdam quli ogoh bo'l, bunday dunyo yo'q, bunday qalam qog'ozda ko'ngling yozganiga shukr qil. Farhod shirin ogoh bo'l, bunday yurtlar dunyoda yo'q, qalam qog'ozda ko'ngling yozganiga shukr qil. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil. Shirinlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga, oqar suvlar uyingga kirganiga shukr qil. Shunday go'zal televideniyani ko'zing ko'rganiga shukr qil. Qarsaklar. Minnatdor emas, tashakkur. Haqiqatan tomoshabin ko'rib qolamiz mana shu kunlarni ko'rayotganimizga. Qolaversa quloqimiz eshitayotganiga, oyoqlarimiz yurayotganiga, ko'zimiz ko'rayotganiga, el yurtimiz tinchligiga shukronalar izhor qilamiz. Bu kunlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Va qarayki, haqiqatan bugun siz sohib nazar faqatgina xalq qo'shiqlarini tanlagansiz. Bunga sabab, asosiy sabab nima? Yoki Muhabbat opa asosiy sababmi yoki o'zingiz jamoangizmi? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Yaxshi savol bo'ldi. Bu avvalambor shu opam bilan xudo xolasa ko'pdan beri birga ish qilib yuramiz, san'at to'rali. Shu opam aytdi, xalq qo'shiqlaridan olsang deydi, xalq bu dardini bu qo'shiqqa qo'ygan. Shu qo'shiqni aytsang odamlarga yoqadi degan sabab shu. Demak, asosiy sababchi Muhabbatxon opa. Muhabbatxon opa, nima uchun bu tavsiyani berdingiz? Yoki sizga xalq qo'shiqlari juda ham yoqadimi? Bir yuragingizni kalitimi? Yoqadi.
bugungi bizni aynan yoqmagan qo'shiq yo'q. Hammasi yoqadi. aynan aziz tomoshabin, bizni bugungi mehmonimiz yana bir ayol. Eslatib o'tgandek muhabbat va juda ham kamtar, juda ham kam gap. Buni aytib buyurmaysizlar, ha? Va so'yib nazar, keling unda mana shunday jozibali onlarni davom ettirsak. Chunki bilamiz, bugun bizni tomosha qilayotgan muxlislar uchun musiqiy sovg'alar juda ham dastasi ko'p. Ya navbatdagisini qarshi olsak endi. Navbatdagi qo'shig'imiz ham xalq qo'shiqlaridan bog' sayriga bormasman, sen bo'lmasang yonimda deb ataladi. Demak, aziz tomoshabin, qarangki, bugun aynan so'yib nazar shlager va retro qo'shiqlarni yana qaytadan jonlantirdi. Tinglang, bahra oling, dam oling, zavqlaning. Marhamat. Bog' sayriga bormasman, sen bo'lmasang yonimda, gulzor aro yurmasman, sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. Ko'rmasam aylar xumor, tunlarim o'tkay bidor, har dam yo'qlar ulgulzor, sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. Tunlarning hech fayzi yo'q, tut faslimning yozi yo'q. Tunlarning hech fayzi yo'q, tut faslimning fayzi yo'q. Qalbimning sho'x sozi yo'q, sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. Ko'nglimda g'ashlik paydo, turolmasman bir joyda. Sabri-yu oromim qayda, sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. Bog' sayriga bormasman, sen bo'lmasang yonimda, gulzor aro yurmasman, sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. Rahmat, tashakkur, minnatdorman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayni damda bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz mana shu qo'shiqni tinglar ekan, qanday zavq oldi, o'zlariga bir yaxshi ozuqa oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilamizki, deyarli qo'shiq ixlosmandlari, san'at sevar insonlar aynan o'zlarining kunini cho'q o'tkazishni xohlasa, o'zlariga yoqar taronalarni tinglar ekan. Agar dardlashgisi kelsa, unda mungli qo'shiqlar tinglar ekan. Bularni kim yetkazib beradi? Albatta xonandalar emas, xalq e'zozidagi xonanda. Bizda bilamizki, bir so'z bor, xalq san'atkori, xalq xonandasi, shunchaki xonanda degan so'z. Demak, mana shu farq xonanda va xalq xonandasining o'rtasidagi farqni aytib bera olasizmi? Misol, xalq sevgan san'atkor sifatida so'yib nazar. Keling, bu savolni muhotabaga beraman. Mayli. Marhamat, muhotaba. Mana xonandaga bu qiyin savol deb o'ylayman. Xalq tanlagan xalq xonandasi, san'atkor va shunchaki xonandalarni ozgina shular borasida izoh bera olasizmi? Endi xalq xonandasi deganda men endi o'zim tushuncham. Misol mana hozirgi mana yangi chiqayotgan bolalar, misol xonandalarimiz ko'proq hozir o'zini yo'lida ishlashyaptimi? Lekin
buni bir bunday o'zlari o'ylanib ko'rsa, ko'proq o'ylayman shu xalq xonandalariga, qo'shiqlariga nima demoqchiman? Tushuntira olmayapman. Ya'ni xalqning dardini kuylab, xalq bilan hamnafas bo'lib yashasa, bu shunaqa. Shu yoqish kerak-da. Balkim kimdir shunaqa og'ir xalq qo'shiqlaridan maza qiladi. Kimdir mana o'zini ijod qilib, hammasi ham xalq so'zidan olinyapti-da. Kimdir o'zi ham bir yurakdan hozir ijod qilib yormayapti-yu, ko'ryapsiz. Hammasi kimdir yozyapti, kimdir aytyapti, kimdir cholyapti. kimdir tayyor qo'shiqni ijro qilib qo'yapti. Qilib qo'yyapti. Lekin shu yoqqanga yoqib qolyapti lekin. Xo'p, yana savol beraman. Soyib Nazarov, bu savolga siz ham tayyorgarlik ko'ring javob berishga. Va birinchi savolimga, ikkinchi savolim shundan iboratki, Muhabbat opa, nima uchun siz Soyib Nazarni tanladingiz? Aynan prodyuseri bo'lishni. Bu xonandalar ko'pku deyarli Jalolobodda hisoblasak, mana shu 10 ta barmog'im yetmaydi-da, xonandalar ko'pligida. Aynan nima uchun siz Soyib Nazarni tanladingiz? Qanday sehri bor bu insonda? Buni sehri shuki, qo'rqmaydi hech narsadan. Shu bir narsani qilish kerakmi, shuni qila olmasa ham lekin shunga harakat qiladi. Harakat borda bo'ladi. Haligi ikkilanmaydi-da, shuni qilsam bo'larmikin, bo'lmarmikin degan bunda bir qo'rquv, hayajon, bir o'ylanish yo'q-da. Bir narsani qilib bo'ldi, shuni qilish kerak. Qiladi. Boshida bo'lmasa ham baribir oxirida o'nglab yoradi, eplab yoradi. Mana shu tayyorgarlik ham hozir bo'lsa rosa mana bolalardan saf-safdan bir kun bo'ldi repetitsiya. Mana ko'ryapsiz. Yana 24 soat yoki 12 soatlarmi? Yo'q, rosa bo'lsa 4 soat yolg'onni kerak-yu. Shu 4 soatning ichida bolalar ham hammasi shu narsani yaratdi. Barakallah. Demak, javobgarchilikda his qilish qobiliyati bor. Barakallah. So'z nazar, xonanda va xalq xonandasi. Nazaringiz bo'yicha. Xonanda endi bironta xonadonda men o'zimcha o'ylashim, bironta xonadonni bekasiga yoqib qolsangiz, shuni hali bir xonanda bo'lsa kerak. Xalq xonandasi endi uni el unga qo'yib shularning yutuqlari qanday bu nomga erishgan bu xonanda? Xonanda endi xalq xonandasi bo'lish uchun xonanda bo'lish kerak. Unga shu o'tgangi safar ham aytib o'tdim. Xonanda, yaxshi xonanda siniq fe'l bo'lish kerak. Odamlar bilan yaxshi fe'lda bo'lish kerak. Yaxshi qo'shiqlar aytish kerak. Shu. Rahmat, minnatdorman va aziz tomoshabin, sizlarni bir savol qiynayotgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda meni ham qiynayapti. Aynan bastakor va xonanda o'rtasida mojarolar bo'lib turadimi yoki yo'q? Demak, bizni kuzatishda davom eting, bu savolga ham javob izlaymiz. Aziz tomoshabin, munavvar kun jonli ijro intamoqda va bizdan hozirda tomosha qilayotgan deyarli barcha tomoshabinlarimizga yoqimli bir madaniy xorliqlarni tavsiya qilgan holda bugun yana bir takrorlab eslatib o'tsam, Jalolobod bulbuli Soyib Nazar tashrif buyurgan va ayni pallada keling yana bir jonli ijrodan bahramand qilsangiz. Qaysi bir qo'shiqni ijro qilib berasiz? Hozirgi aytilib o'tadigan qo'shig'imiz o'zimizning yangi qo'shiq, xudo xolasa 2016-yili bu qo'shiqda bastakorlar shu qo'shiqni yaratdik. Shu qo'shiqni ijro etib beramiz. Atalishi agar sir bo'lmasa. Yangi qo'shig'imizning atalashi Muhabbatning muhabbati deb ataladi. Shu opamizga shoir o'zi lutfan yozib bergan. Demak, aziz tomoshabin, Muhabbat opani muhabbatini ham tez kunda hozirda bilib olamiz, faqatgina qo'shiqlardan tarondan so'ng. Marhamat. Dilda zarra g'am bo'lsa berguch hamha, kim yaxshi-yu kim yomon ko'rguch hamha. Dilda zarra g'am bo'lsa berguch hamha, kim yaxshi-yu kim yomon ko'rguch hamha. Aybdor ham qildilar meni nohaq, yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Muhtoj bo'lib yordamingni ber dedilar, yordam bersam meni arslon sher dedilar. Shu insonlar meni yuragim yedilar, yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Kim havasda, kim hasadda,
do'stga zorman har nafasda. Do'stga do'stlik qilib keldim, bilmadi hech. Kulfatimdan holim so'rab kelmadi hech. Anglab yetdim, endi mana bo'lganda kech. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Yuzim kular, ko'zlarimda g'am xavotir. Ovutguvchi meni faqat bir Xudodir. Dardlarimni berguvchi ham Allohdir. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Kim havasda, kim hasadda, do'stga zorman har nafasda. Solib mashon bo'ldim, sinib to'kilib men oshon bo'ldim. Majnun demang, devonadan qassob bo'ldim. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Muhabbatning muhabbati serob yora, yashayapman dardlarimni gulga o'rab. Chidayapman sinovlarga jannatlar. Yetti osmon to'lib ketar dardim aytsam. Kim havasda, kim hasadda, do'stga zorman har nafasda. Kim havasda, kim hasadda, do'stga zorman har nafasda. Do'stga zorman har nafasda, har nafasda, har nafasda. Rahmat, tashakkur, minnatdorman, sog' bo'ling. Haqiqatan ham aynan mana shu eksklyuziv bugun birinchi marotaba bizni intamoqda aynan Munavvar kun dasturi jarang sochgan qo'shig'ingizni tinglar ekanmiz. Bu nazarimda hayotiy real so'zlardan iborat bo'lgan tarona bo'lganiga men amin bo'ldim. Haqiqatan do'stlar bor, o'zligingiz uchun do'stlar bor. Obro'yingiz, pulingiz agar sizdan biron bir narsani umidvor bo'lgani uchun do'stlar bor. Lekin barcha muxlislarga, tomoshabinlarga tilaklarimiz shuki, o'zligingiz uchun do'stingiz bo'lishini qalbimizdan tilab qolamiz. Va do'stni men shunday bilaman, eng yaqin do'st bu bizning ota-onalarimiz, jigarlarimiz bo'lar ekan. Va haqiqatan qiyomatli do'stlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bunday holat deyarli menda duch kelmaganim uchun bu keling endi qo'shiqqa to'xtalamiz. Aynan qarangki, sohibnazar bu qo'shiqni siz atalishini muhabbatning muhabbati deb atadingiz. Bu qo'shiqning yaralishi haqida bir oz to'xtalib o'tsangiz. Bu kimning dardi? Bu qo'shig'imizda Jalobodlik o'zimizning ukaxonimiz, shoir bola Xudoydotov Avazbek degan ukamiz yozib bergan. Bu qo'shiq yaqindagina tug'ilgan qo'shiqda bu endi. Bu muhabbat opam bu ukamiz bilan ozgina suhbatlashib, ozgina o'zini dardini aytgan ekan bu ukamga. Bu ukamiz she'r qilib yozib bergan shu opamga. Keyin
shu she'rni keyin menga berdi uka, shu she'rni qo'shiq qilgin sen deb. Va voqea qanday bo'lgan? O'sha voqea. Mana keling bu savolni Muxotibaga beraylik. Muxotiba, mana siz suhbatlashib o'tiribsiz mana shu shoir bilan. Ichki dunyo, mana shu shoir aynan adashmasam Xudaydatov, Avazbek sizdan dardingizdan to'laligicha bu yerda aynan qalam bilan yoza oldimi? Yoz oldi deb hisoblayman, lekin hammasi emas. Nima uchun bu dard? Qayerdan keldi bu dard? Bu voqea. Bu dard shu o'zim o'ylanib ichimga sig'dira olmagan paytda o'tirib Avazbekni shoirligini bilib, uka men to'g'rimda ham men haqimda ham bir she'r yozib bera olasizmikan desam, aytingchi dedi. Boshladim aytishdi. Qolgan bir kunda yozdi. Mana bugun o'tirdik bir joyda, hammamiz o'tirib gapdan gap shunaqa desak bo'ldi, ertaman telefon qilyapti, opa yozib qo'ydim. Buni davomi bor. Demak, bu birinchi qismi. Ha, bu birinchi qismi, davom bor. Nazarimda yutuqli chiqqan nafaqat bu kimnidir dardi, bu ko'pchilikning dardi desakmi bo'lmaydi. Insonda hayoti, turmushi, kechirmalari bir-biriga o'xshash jihatlari ham bor-ku. Lekin qo'shimchangiz bormi, Muxotiba? Bu bilan men nima demoqchiman? Bu bilan shu odamlar bir-biriga bir oqibatli bo'lsa, bir-birini aldamasa, bir-biriga ishonch hosil qilsa, shundagina shunaqa bo'lsa-da kimdir bir martabangga, obro'yingga, pulingga emas, haqiqiy bir yurakdan ukang bo'ladimi, akang bo'ladimi, bir yaqin insoning bo'ladimi, men shunday deb o'ylayman-da. Bu sol aldanishlikka kirmaydi, lekin kimdandir shu seni aldab qo'ysa, qalbing, diling og'rib qoladi. Shuning uchun men o'ylayman, odamlar hammasi bir-biriga shu ishonsa, bir-biriga shundagina bir yaxshi narsa bo'ladi-da. Balki ijod, balki boshqa narsa, balki opa-ukachilik, aka-singilchilik, bu hamma narsa ishonch, rostlik narsa-da. Bu aldangan bilan biz aldanib qolmaymiz. Shu insonlar o'zini aldaydi birinchi. Shuning uchun rahmat, barakalla. Xursand bo'ldim. Shuning uchun ko'p ta'kidlayman, so'yib nazarim Muxotiba, qo'shiqlar tarbiyaga chorlaydi, tinchlikka chorlaydi. Ularga tarjimon kerak emas, ya'ni tarjima qilib bergani. Eng asosiysi muhabbatni, yoshlikni, tinchlikni beradi. Bor bo'linglar san'atkorlar. Rahmat mana shu qo'shiq uchun. Tez kunlarda yana premyera qilamiz kliplarni. Keling yana bir qo'shiqdan jonli tarzda bahra olsak, so'yib nazar navbatdagi ashulangiz. Navbatdagi ashulamiz bu ham xalq qo'shig'i. Bu qo'shiqni ko'p ijro etgan biz ham men yaxshiligini aytib yurardim bu qo'shiqda. Mana bugun nasibda shu juda ham go'zal Intomoq televideniyasida ijro etishga, jonli ijroda. Atalishi Sen ketarsan, ortimdan sen ketarsan. Unutma meni. Juda ham zo'r qo'shiq, aziz tomoshabin, marhamat. Unutma meni. Endi mana shu tarona so'yib nazar talqinida tomosha qiling. Sen ketarsan jongina, sen ketarsan, olis yo'llar seni chorlar zamon, orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryonda hijron. Sen ketarsan meni tashlab, sen ketarsan. Yo'q ishon, yo'q ishonma deydi hayot, ammo o'zing hayolingga keltirmaysan. Hayotimsan, bormi sensiz unda majol. Unutma meni, qaylarda chekma firoq, yaqindami yo yiroq, meni esla. Unutma meni, nur to'kkan cho'q quyosh, oqshomlar berib bardosh, meni esla. Unutma meni, oshganda dovon, yoqqanda dog'i hijron, meni esla. Kulib boqsin bo'l baxtimiz, topmaymiz zavol, meni esla.
sen ketarsan ortingdan yetolmam sira. Yurak kiram o'tlarga tashlab ketarsan. Didoringga to'ymadim zarra. Oshkinamni cho'lg'igan hayol qadarsan. Qo'lim siltab qolaman bag'rim o'rtanib. Yulduz ko'zlarim boqar intizor. Nigoh solsam keng samo ketar to'lg'onib. Talpinarman vaslinga bedor. Unutma meni qaylarda chekma firon. Yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'kkan quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni oshganda dovon yoqqanda dog'i hijron meni esla. Kulib boqsiniq bo'l baxtimiz topmaymiz zavol meni esla. Unutma meni qaylarda chekma firon. Yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'kkan quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni oshganda dovon yoqqanda dog'i hijron meni esla. Kulib boqsiniq bo'l baxtimiz topmaymiz zavol meni esla. Meni esla. Rahmat. Albatta bugunda esdan chiqarmaydi, eslab yuradi. Sizni ham esdan chiqarmaydi. Ko'pchilik tomoshabinlarimiz ularni deyarli qalb tubida yashirinib yotgan qo'shiqlarini siz topa oldingiz va bugun ularni Oynai jahon orqali to'g'ridan-to'g'ri bevosita efirimizda undan tashqari jonli tarzda ijro qilib beryapsiz. Aynan jonli taronani ham ijro qilish mahorat kerak, mas'uliyat kerak, ishonch kerak o'ziga. Agar ishonch bo'lmasa, deyarli san'atkorlarimiz qo'shiq ijro qila olmaydi. Demak, ishonch so'yib nazarda bor, bor so'yib nazar. Keling, aynan san'at vakili sifatida bir sizga savol bersam, shu o'rinda muhabbat va bu savol sizga ham taalluqli. Musiqaga shaxsiy 2 nafar mehmonlarimizni umuman ta'rifi. Musiqaga ta'rifingiz. Musiqaga ta'rifim? Sizningcha musiqa bu? Musiqa bu onam aytgan allasi birinchidan. Barakallah. Arabistonda ham Qur'onni qo'shiqqa bitib nashid qilib kuylashadi. Bu musiqasiz men yashay olmasam kerak. Musiqa odamni dilini yashnatadi, yayratadi. Og'rida eshitsa mazza qilib yig'laydi. Mazza qilib eshitganda o'ynab kuladi. Shu ta'rifim meni. Muxodafa? Men ham shu qo'shiqlarga, lekin bilmayman, menda ham shu narsa bor. Tug'ilganimdan men bitta qo'shiqni takror eshitaveradi. Mazza qilib o'yinga tushadi. O'sha yoshlar anchaga borib qoldi Farorjon, lekin tasha olmayapman shu narsani. Chunki bu chorlayapti hali ham. Shunaqa harakat qilib ko'rdim. Yo'q, yana mana yosh ashnishaga yetganda yana bir qandaydir shularni ko'rib bir qaynab shu yana boshlanyapti. Hayron. Musiqaga ko'pchilik ixlos uyg'otsa, qiziqish uyg'otsa, siz qanday tashlab yuborasiz? Aynan bilasizmi? Shunaqa. Bu aynan shifo jihatidan ham juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Gapingiz bo'ldim, men siqilganimda faqat shu muzika bilan-da xursandchiligimda ham, boshqada ham shu atrofimdagi mana hamma bo'ldi. Shularga shunaqa boylanganman, shunaqa o'rganganman.
Buni endi kim qanday tushunadi, u insonning o'zini fikri. Men faqat o'zimning fikrim bilan Shaxsiy fikringizni yashayman, bayon shaxsiy qilyapsiz. fikrim bilan. Meni kimnidir fikri, kimnidir gap so'zi qiziqtirmaydi. Shuni balki mana ko'rayotgan, eshitayotganlar bo'lsa, shunaqa narsa-da, faqat birgina yaratgangagina qo'rqaman, yaratgangagina ibodat qilaman. Lekin insonlarda hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin men nima ish qilyapman, nima qilmoqchiman, bu faqat o'zimning fikrim. Mana shu ukalarimdan jinniy maslahat boshqa qilib tashlay olmadim shu san'atni. Barakalla. Barakalla. Xudo xohlasa, Alloh umr bersa, o'ylayman yana davom ettirishga boshlanda harakatim bor. Yana savol beraman. Mana qarang, savollar ketligida. Aynan musiqa, san'at qaysi kasallikka davo deb o'ylaysizlar? Mana shu borada savol. Men o'ylayman, hamma dardga kim qanaqa bilmayman. Asosiy bir kasallikni davosini olar ekan, asosiy bir kasallikni. Asosiy shu asabda oladi. Asabdan bo'lgan. Men shunday deb o'ylayman. Bilmadim, bir nerv tolsa kerak. Men o'zbekchasini aytib qo'shib aytsa, yozib ketadi-da. Qarayki, yosharasan inson qalbing ham, misol men hozir 50 ga qarab ketyapmanmi? Menda 50 ga ketyapman degan o'y yo'q. Siz 18 yasharlisiz. Men o'zimni 18 deb faraz qilmasam, lekin qalbim shunaqa. Barakalla, yaxshi. Bu yashashdan insonning umidi borligini. Inson bir marta dunyoga keladi. Mana shu keladi. Bir marta berilgan umr biz uchun qandaydir bir chiroyli o'tishi kerak deb o'ylayman, yaxshiliklar ko'ra. Endi savolga to'xtaladigan bo'lsam, ikkalangiz ham deyarli to'g'ri javoblarni berdingiz. Aynan shu kunga qadar qaysidir mamlakatlarda, shaxsan o'zimizda ham bu uslubni qo'llasa kerak, ruhiy kasallik bilan og'riyotgan bemorlarni aynan qo'shiq, san'at bilan davolar ekan. To'ppa-to'g'ri. Mana javobi. Keling endi mana shu bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga yana bir ruhiy yaxshi kayfiyat hadya qiling. Bo'ldi-da. Qaysi qo'shiqni ijro qilib berasiz? Hozir bir qo'shiq bor. Buni bir bola bir qizga atalib aytgan qo'shig'i bor. Yostig'im bag'rida sochlaringni tolasi deb ataladi. Demak, ta'rifga til ojiz aziz tomoshabinlar, marhamat tinglang hamda zavq oling. Yostig'im bag'rida sochingni tolasi, yuragim qa'rida qalbingni nolasi. Yostig'im bag'rida sochingni tolasi, yuragimni qa'rida qalbingni nolasi. Kechir meni hayotning nodon bolasini, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Kechir meni hayotning nodon bolasini, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Adashgan bandaman, yo'lim yo'qolgan, qalbim ko'zgusida nurim yo'qolgan. Adashgan bandaman, yo'lim yo'qolgan, qalbim ko'zgusida nurim yo'qolgan. Umrim o'taveradi, dilim yo'qolgan, men esa bilmadim ey birinchi yor. Umrim o'taveradi, dilim yo'qolgan, men esa bilmadim ey birinchi yor. Yillar urguchi bir yil haq onam, ortimdan sonlarar qayda deb onam. Yillar urguchi bir yil haq onam, ortimdan sonlarar qayda deb onam. Hijron qarida tosh qatar tanam, men esa yig'ladim ey birinchi yor. Hijron qarida tosh qatar tanam, men esa yig'ladim ey birinchi yor. Yostig'im bag'rida sochingni tolasi, yuragim qa'rida qalbingni nolasi. Kechir meni hayotning
nodon bolasini qadringga yetmadim ey birinchi yorim kechir meni hayotning nodon bolasini qadringni bilmadim ey birinchi yorim qadringga yetmadim ey birinchi yorim qadringni bilmadim ey birinchi yorim. Rahmat, tashakkur, minnatdormiz. Yostig'im bag'rida, sochgina tolasi, yuragim qarda, qalbingni nolasi. Bo'p ko'rsinchi shunday holat. Bo'p ko'rsinchi. Bu hazil edi, aziz tomoshabin, yuzlarga jimjimodor yuzlarga kulgi ulashi yana davom ettirsam bo'lardi, lekin o'yladim, to'g'risini aytsam, so'yib nazarda. Keling, hozirda vaqtimiz bor yo'g'i 6 daqiqa qolganini, 5 daqiqa qolganini aytmoqda va yana bir jonli qo'shiqda tarona tinglasak. Bo'ldi. Ya'ni qaysi tarona? Hozirgi qo'shig'imiz har bahor yo'lingda intizor kutaman, kutaman degan qo'shiq. Marhamat, aziz tomoshabin, tomosha qilishni davom eting. Har bahor yo'lingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Har rayhonni tebratsa shamollar beraman ahdiga savollar kechiring ey sohib jamollar kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Bog'larga qo'nganda subhidam ko'zlaring yo'lingda dam-badam yozda ham kuzda ham qishda ham kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kutaman kutaman. Rahmat, tashakkur. Aziz tomoshabin, Soyibnazar efir soatlarimiz avvalda aytib o'tmadi, lekin bugun bir oz betob bo'lsa-da ham kelib, o'zlarining mahoratlarini namoyon qildi. Kamchilik xatlar o'tsa, aybga buyurmaysiz. Agar
eng asosiysi ularni hurmat qilib keldingiz, betob bo'lsangiz ham. Va bir shoirni emas, bir olim insonni bir shiori bor ekan. Hayotda u inson kutishni yomon ko'rar ekan, kuttirishni yomon ko'rar ekan. Shunday ekan, aziz tomoshabin, hech kimni kuttirmang, o'zingiz ham kutmang. Sog'ingan insoningizdan didorga to'ying, suhbatlashing. Bugun ham ko'pchilik sizni sog'ingan insonlar sizni didoringizga, ikkalangizni ham didoringizga to'ydi. Sog'inchli onlardan zavqli foydalanib, o'zlariga kerakli bo'lgan san'at vitaminlariga to'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tashrifingiz uchun minnatdormiz. Va so'nggi so'z o'rinda marhamat, tilaklar, istaklar, salom, tabriklar ham bo'laveradi. Rahmat. Avvalambor shu baxtimizga shu Intimaq televideniyasi yana ham yuqoriga oshsin, osmonlarga, dunyoga taralsin. Intimaq televideniyasi hammalarga omad, baxt tilab qolamiz. Aytib o'tganimizdek, siz insonlar to'y qiling, biz san'atkorlar borib sizlarning to'ylarda yaxshi niyat bilan borib to'ylarlarda o'tkazaylik. Barakalloh. Muqaddam, marhamat. Shu men ham shu qatorda shu televideniyaga omad tilayman. Baland cho'qqilarga chiqinglar. Uka shu qatorda sizni ham ishlaringizda, ijodlaringizda yana ham bir ulkan narsa, bundan ham katta bir joylarda ijodlar qilishga biz tilaydoshmiz. Yordamlar bo'lsa bemalol suyanishingiz mumkin. Hammalarga sog'lik, tinchlik. Aziz tomoshabin, Mahorat opani ijodiga bir kun yaqinroq to'xtalamiz. Sizlarning ham ijodingizga barkamollik tilaymiz. Aynan da'vogo'y ovozinglarga ko'z tegmasin. Hamisha xalqning xizmatida bo'linglar. Aziz tomoshabin, sizlar bilan yana istaklar birlashgan sarxat. Aynan Intimaq Munavvar kun jonli ijroda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xayr.